To'yim bo'ladigan qiz bilan kelisha olmayapman, aka. To'g'risini aytsam, uylanishimni ham o'ylanib qoldim-da. Nima maslahat berasiz? Agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, hozirdan aytmay qo'yishing kerak. Nega unaqa deysiz? Men sen aytib beraman, etaplari bor buni. Ana o'shadan keyin sen turmushing turmush bo'ladi. Xullas, 3 oydan 6 oygacha faqat sevishasizlar. Sevgi bo'ladi sizlarda. 6 oydan 9 oygacha o'sha bir-biringizga ko'nikasizlar. Sen o'rtoqdek ko'raveradi. Sababi nimaga? Bitta joyda yashayapsan. Bitta joyda ovqatlanasan. Undan keyin o'zini o'rtoqdek ko'rib, senga buyruq berishni boshlaydi yoki sen ustingda hukmdorlik qilmoqchi bo'ladi. Bu etapdan ham o'tasanlar. 9 oydan 12 oygacha o'sha kelishmovchiliklar boshlanadi. U bilan urushib qolasan, seni gaping unga, uni gapi senga yoqmaydi. 1 yildan 1,5 yilgacha o'sha uydilaring bilan kelisha olmaydi u. Ya'ni qanaqa? Qaysidir ish qiladi, chala qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Oying senga kelib etadi yoki unga kelib etadi. Sen unga gapirsang, gap qaytarish mumkin. Urushib qolasan. Yoki oying bunaqa dedi desa, ayoling bunaqa dedi oyingiz deydi. O'rtaga tushib qiynalib ketasan. 1,5 yildan 2,5 yilgacha o'sha sizlar farzandli bo'lasizlar. Farzandga qaragandan keyin nima bo'ladi? Na ro'zg'or ishini qila oladi, na ovqat qila oladi. Bolaga qaragandan keyin asabi ketadi. Senga muhtoj etolmaydi. Konflikt boshlanadimi? Senga muhtoj etolmagandan keyin u ham yaxshi dam olsin deb unga qaramaysan sen. Mendan cho'ta uzoqlashdi deb sen bilan yana urushishni boshlaydi. Bu etapdan ham o'tasanlar. 2,5 yildan 3 yilgacha o'sha bir-biringizga ko'nikasizlar. Ya'ni shu hayot. 3 yilda seni hayoting, turmushing turmush bo'ladi. Mana shu etaplardan shu qiz bilan o'tishga tayyormisan? Nima deb o'ylaysan? Menimcha sal o'ylab ko'rish kerak. O'ylab ko'r.